Xayrli kech. Xayrli kech bütün dünyadagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Kechliginglar xayrli bo'lsin. Tuyuqsiz men bu yana sizlarning ozroq vaqtinglarni uchun ekran oldiga kelib qoldim qarindoshlar. Buning sababi ko'pchilikka ba'zi do'stlarimizga ma'lum ham ba'zi do'stlarimizga ma'lum emas qarindoshlar. Buniki men tuyuqsiz bundaq bo'lishdagi sabab ozroq vaqtinglarni elishimdagi asosiy sababim qarindoshlar xabaringlarda bor. Ben 16 ıslah günü, 16 oktyabr günü Türkiye'deki Zafer Partisi'nin ki başlığı Bozdağ degen kişinin, ben onu kişi mi de ben bir melunun, hayvanın, bir canavarın, Uygurlarını bütünlüğü terörist degenlik ehvalı karta özleminin narazılığını bildirgen. Ben narazılığımı bildirip, o kişiye, mesela Reyna saldırısı, Reyna'daki terörlük vakası, mesela Gaziantep'teki terörlük vakalardan tatip hamlelerini Uygurların Afganistan'a bağlılığını muşundaq geplerge ben özümün xulaslap etken çağda ben narazılığımı yaxşı bildirgen hem şu jarayonning o'zida ben 16 ıslarki sözge kirip baksanlar bulduğum mulayizge qarindoshlar men bu mening millatimdan emas degan gaplarni qilgan. Ama şu gaplarni taqalgandan keyin butun dunyoga bu video taqalgandan keyin bizning millatimizning ichida ama şu qandaqkin qarindoshlar men şu insonlarni tushunmayman. Biz xuddi bir insonlarga tuhmat qilayotgandek biz millatimizning advokatligini qilayotmay boshqa insonlarga tuhmat qilayotgandek gaplarni qilib nayt taqatqus ishlarni so'zlab ketganlar bo'ldi. Yeni tehdit, yeni şunda qilqi messenger xonasiga kirib o'tirib, sen degan kimding? O degan 30-40 yillik Turkiya istixbarotining odamlari, ular degan undaq odamlar, bular degan bundaq odamlar, bular zaten ishning tigini bilmasa, ishning tigini tushunmasa, xuloslab aytgan vaqtning shu Bozdaqqa advokat qilgan kishilarning so'zi bo'yicha aytgan vaqtingizda zaten o kishi Uyg'ur bo'lmasa, Bozdaq degan yoki bu Chindaq degan bu xain, bu malun chiqib o'tirib, Xitoyning advokatligini qildigan bu malun chiqib o'tirib, unda gaplarni demaymish. Bizning gapimiz xatomish. Shuning uchun biz g'ig'iteni qilsamishmiz, shunda qilsak to'g'ri bo'lamish. Qarindoshlar, elqi qarg'unimi Xudo yaratgan vaqtimizda hassiz bilan birga yoritdi deydi. Biz zaten bu işin tigide bu Türkiye'nin büyük burundan tatip Xitay'la bir oyununu oynayotganligini bu rezil tarafından ben gumonlanganligi uchun men kesib o'tirib bu Uyg'ur emas degan. Xudoga shukr, buning bir faktlarga erishdik desak bo'ldi. Mush munosabat bilan ba'zi qarindoshlarimiz nayti bu halqi mushu Uyg'ur terrorist emas degan so'zga nisbatan bir fakt so'zni oqshomkashda bir do'stimiz avat etgan. O dostumuz dedi ki, Erginka deydi, siz bir altın tepi olgandak bir narsani tepi oldunuz, bunu yollab qo'ydim deb, saat kechi olgan vaqtida. Qarsam, shuningda şu Amerika ovozining o'zbek tili programmasidagilar Afg'onistondagi shu Talibanlarninki so'zchisi Zabibullah Mujahidni ziyorat qilgan vaqtingizda shuning og'zidan bu Uyg'ur emas, bu afg'onlar, bu shu terror vaqalarini paydo qilayotgan degan so'zga. Ama o dostumuz hoş oldu. Hem hoşuluşla birge o dostumuzningki altın tepoganda hoş deganda bir tane sözler bor qarindoshlar. Hem de demek çoğunu nima desa, bu mening ishim emas. Bu bütün bir millatning ishi. Evet peganga ko'p rahmat dedim. Ama men aslida so'zimni deb qo'ydim. Men millatchi inson, meni millatim, xalqim tillab tursa, yana millatim deb o'tirman. Men oldirib o'tirib millatimni tillamayman. Mening tillaydiganim shunday millat va millatga dushmanlik qilgan insonlar ve Xitoy ve Xitoyga advokatlik qilgan insonlar bo'lsa, bunga men aytishman dedim. Yana men kepim deb qo'ydim. Mening vatanim sizlarga o'xshash, mening vatanim Sharq Turkiston. O degan Sharq Turklarning davlati o. Desa Uyg'urni terrorist debdi. Uyg'ur o'lib ketgandan keyin qozoq bor. Qozoq o'lib ketsa, u yerda qirg'iz bor. Qirg'iz tugab ketsa bo'lsa, Turkiyadagi qizil turklarni opirib o'tirib, onu davlat qilib olsak bo'ladi deydigandan emas. Men shunday deb qo'ydim. Men millatimning advokatligini qilmay, chunki u tuproqning egisi Uyg'urning, shularningki. Tushundingizmi deb o'tirib, men shunday gaplarni deyishdik. Oxirida so'zimiz oxirlashgan bo'ldi. Endi xulosiga faqatdan xo'sh bo'ldim qarindoshlar. Xo'sh bo'lmasak bo'lmaydi.
Hoş olmasak bulmaydı qarindoshlar. Çünkü o özünü atalmış oturup ben 30-40 yıllık Türkiye istihbaratının adamları diye adam çıkıp oturup bir milletninki rast terörist emasligini bir milletin içinden çıkıdı o her qanday insan çıkıdı. Bugün bu Norvegiyanın içinden mi çıktı? Netice çıkıp oldu. Avrupa'daki atalmış medeniyetli degan milletlerin içinde mi çıkıp oldu teröristler? O O'rta Sharqdagi, Arab rayonidagi, Turkiyadagini demay qo'ydi. Hatta özünün Türkiye'nin içinden çıkıp oldu talayları. Andaqken bir yerde oturup şunda bir nüfuzluq şəxslərin Uyğurlarını çıxıb oturup terörist deyişi bu to'g'ri emas. Bu Xitoy qılınğan advokatlik, bizning davoyimiz qılınğan eng cho'ng ziyon. Shuning uchun men millatimga chaqiriq qildim. O'zimning zaten bir keskin bir noroziligimni bildirdim. Çünkü terörist emasligini, Uyg'urning emasligini biletdim. Çünkü Xitoyning mush erkiy qirg'inchilik davoyimizda o'tganda degandek bizning ilgirlab menishimiz qarta bu cho'qim o'tirib, ma'lum bir ko'langi planlarni tuzab, Uyg'urni yana aslidagi o'rniga qaytirish, ya'ni 3 yil avvalgi holatga qaytirish, erkiy qirg'inchilik davosini yana terrorist davosiga o'zgartirishni iborat bu yomon suiqasd bo'lganini biz biletdik. Türkiye'nin Xitoy bilan qanchalik sotsiyatik jihatlarda Türkiye'nin qanchalik qazgi bo'g'ilganligini biz yaxshi biletdik. Shu sababdan gumon qildim. Gumon bilan o'tirib men bu bo'zdog'mi, muzdog'mi, bu eshak dog'mi, bu cho'shqi dog'mi yoki Xitoy dog'mi, buning o'tirib tilingni tat, isbotingni o'tirg'a qo'y. Sen bu yerda bekchiq eshib ketibsan. Reynadikisi O'zbek, Gaziantep'dikisi o'zingning Turkiya degan gaplarni deb o'tirib, eng oxirida o'zi degan shu Qunduzdagi Hazarlarning mechitiga o'zini qo'shib portlatgan kishini men Uyg'ur emas, og'zingni yig' deb o'tirib, nechga tutalmay 16-yillarga o'zimniki o'zimniki noroziligini o'tirib qo'ygan emas degan. Degan vaqtning o'zida yuqorida so'zimda degandek yomon o'tirib, shunda advokatlikni qildikansizlar Turkiyada yashayotgan insonlar bunda qilmanglar qarindoshlar. Millatinglar ichinglar og'irsin, o'zinglar ichinglar og'irsin. Bizning bu Norvegiyada oshnalarimiz hamma narsamiz to'liq, zaten mening to'liq. Ma'lumot aytgan chaqda biz yana Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarni o'ylaymiz. Mushuni muzdaq o'xshash, mushunga o'xshash Chindoqqa o'xshash insonlarning taqatiqi siyosatni yurgizish orqali shu Turkiyaning xato siyosatining qurboni bo'lib ketmasin deb o'tirib bu yerda o'tirg'i chiqdik. Ham bunda terror masalasi degan masala kelgan chaqda Uyg'urni tili bunda tipik holda turib atashning o'zi xato. Bu ayni vaqtning o'zida shu Reynadagi voqea chiqqan vaqtning o'zida Turkiya medialarida chiqqan. Bu Uyg'urlar shu Reynada qilgan degan vaqtning o'zida Masharipov bu O'zbekistonlik o'zbek chiqqandan keyin bu yerda shu jarayonning o'zida Turkiyadagi bir qism siyosiy aktivistlar o'zining kaskin noroziligini bildirgan. Bu qatim o'tirib, endi bu Afg'onistonda chiqqan masala kelgan vaqtning o'zida bu yerda bu bir nima daqqa o'xshaydigan bu birisi chiqib o'tirib bu gaplarni desa, bizning bu millatdoshlarimizning ichidan buni inkos qaytaradiganlar chiqmadi. Balki ahvoldan qaragancha rost deb o'ylab qolgan o'xshaydi. Shunday dongliq insonlar chiqib so'zlasa rost deb o'ylab qolgan jig'i, ammo bu yoqda biz yetarli pokitga erishdik qarindoshlar. Men yuqorida o'tirib har ikkilisini qo'yib beraman. O'zimning so'zim o'zim shu orqali men har ikkilisining masalan shu bo'zdog'ning degan so'zlarini, tuhmatlarini ham Amerika ovoziniki buni olgan Amerika ovoziniki Afg'onistonniki shu Zabihulloh Mujohidni ziyorat qilish jarayonida Uyg'ur emas degan yerdan qo'yib beraman. Ham buniga tushunch qoldirib qo'yay. Çünkü bu 30 sekundlik yağıgandan keyin yana mediadagi bir turkum odamlar savol qo'yatdi. Bunun to'liq teksti nada? Belki bunu da oxirida Zabihulloh Mujohid andaq degan bo'lishi mumkin, mandaq degan bo'lishi mumkin. Sen buni da qisqartirib bir kichik yani kesib turib epsan deb shunday gaplarni chiqyapti. Şoň men bu 16 oktyabr 17 oktyabr kuni Amerika ovozining şu Zabihulloh Mujohidni ziyorat qilish jarayonlarida necha turli savollarni so'rgan şu jarayon o'zida mening Facebook'imga qo'shib qo'ydim. Shuning uchun anglab baqsangiz, şunun ichida Uyg'urlarga doir so'ralgan, ya'ni shu mechitga o'zini qo'shib o'ltirib olish voqeasiga doir so'ralgan narsani biz kesib oldik. Buni qarindoshlarimizga to'plab qo'ydik. Nimaga Facebook'imizga qo'ydik? Bir turkum odamlar taqaldi. Bu ishlarning jarayoni mushundaq qarindoshlar. Shuning uchun men bu yerda bir pokitlik bir gap qilish uchun, tushunish bo'lish uchun men har ikkilisini eng avval sizlarga qo'yib beray. Masalan, bu bo'zdog'ning nima deganligi, bu yerda bu Zabihulloh Mujohidning nima deganligini tushunsanglar bo'ldi. Chunki bu yerda birisi turk tilida, birisi o'zbek tilida. Şoň nurgun ba'zan qarindoshlarimiz endi
yaxshi tushunib ketolmaydiki, turk degan turk, baribir o'zbek degan o'zbek bo'lgan ekan. Bu yerda biz har birisi ayirmayan bir millat bo'lgan ekan. Shuning men bu nuqtani ko'pchilikka bir qo'yib beray. Endi ozroq qisqa vaqt, qisqa bir tushunchamni o'tirib qo'yib, men sizlar bilan vaqt elishni to'xtatdim qarindoshlar. Men birinchilab o'tirib shu Muzdağ'ın degan yerini. En son Afganistan'da Hazaraların olduğu bölgede bir şey patlatıldı. Canlı bomba patlatıldı. Bu canlı bomba nereden gitti? İdlib'den gitti. Ama İşblas Muşindağ'daydı. Evet, Uygur kökenli bir IŞİD'li Afganistan'a gitti ve bu adam Ankara'ya da gelebilirdi. Bu adam İstanbul'a da gelebilirdi. Nitekim İstanbul'a geldi, Rayna'yı bastı, bir gecede 36 kişi. Doğru mu? Gaziantep'te köy büyüğünü bastılar, 55 kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu türü terörizmle IŞİD sayesinde tanıştık. Ve Ankara'daki Garp Aklan'da 115 kişi hayatını kaybetti. Sayın Özden, çok kötü saldırılar oldu. Son dönemde de ciddi bir mücadelede var bu konuda. Biz vatandaşlarımızın sokakta rahat yürümesini istiyoruz. Kadınlarımızın korkmadan yürümesini istiyoruz. Küçük okullarda çocuklarımızın küçük Suriyeli çeteler tarafından sıkıştırılmasını istemiyoruz. Peki vatandaşlarımız diyorsunuz. Vatandaşlarımız olan Suriyeliler var. Onlar ne olacak? Şimdi bakın ne yapacağız? Orada çok basit. Neye göre verilmiş? Çünkü geçici koruma altındakilere vatandaşlık verilemez. Yasal olarak verilemez. Yani biz yapmadık bu yasayı. Sayın Cumhurbaşkanı'na vermeye devam edeceğiz. Tamam. Şimdi biz açacağız, bakacağız, kontrol edeceğiz. Neye göre verilmiş? İstisnai vatandaşlık. Tamam mı? İstisnai vatandaşlık. İptal mi edeceksin? İstisnai vatandaşlıkta eğer yasaya aykırı verilmişse iptal edeceğiz hanımefendi. Bakın, yasaya aykırı verilmişse iptal edeceğiz. Efendim siz insanlık değerlerini de iptal etmeye devam edin böyle. Hanımefendi vatandaşlık yani insanlık değeri değil. Çocukları okuldan alarak zorla insanları otobüslere koyup artık var olmayan bir ülkeye göndererek siz çok güzel bir Türkiye öyle değil. Öyle değil. Başarılar diliyorum. Tamam biz onu yapacağız ama bakın biz sizin desteklediğiniz iktidar gibi insanları kışın ortasında Edirne'de sınır kapısına yollamayacağız. Bakın düzenli göç olması gerekiyor. Türkiye'nin göç problemi var. Biz bunu onları ayrı, geri yollayacağız. Onları insani şartlarda geri yollayacağız. Kendi vatanlarına yollayacağız. Tamam. Şimdi en son Afganistan'da Hazaraların olduğu bölgede bir şey patlatıldı. Canlı bomba patlatıldı. Bu canlı bomba ne? Bu tekrar anladım mı? Özüm koşu vakan diken qarindoshlar. Bu to'g'riliq, mesela bunun ismi Bozdağ degan shaxsken, bununki rasmiy tarjimonini men yaxshi bilmayman qarindoshlar. Boshqalar deydi, undaq odam, bundaq odam deb o'tirib, hatto istixborotda ancha-muncha ishlagan deydi. Endi bu istixborotda ishlagan odam mushunchalik o'tirib kalva, döt, cho'shqivosh bo'lsa, tuhmatxo'r bo'lsa, bir millatga o'tirib, o'mush yozig'i chiqib o'tiriblar, o chiqib o'tirib, men desam qaqishindi deb o'tirib, bu Uyg'urlar qilyotdi desa, bu to'g'ri bo'lmaydi qarindosh. Shuning uchun men o'zimning noroziligini bildirgan. Bu inson mushunchalik aqli bor inson başkalarını maqtab ketgan. Bu insonlarning mushunchalik darajada döt bo'lganlik qarta men shunda deymanki, o Turkiyadagi terror voqealaridan chiqishi normal. Bu insonlarning qo'ng'iga o'tirib, mushu Bozdağ deganda qo'ng'iga o'tirib terroristlar bomba qo'yvasin, bilmagidek darajada bir döt naskanda, sabab qaysi desa, bu Uyg'ur bo'lmagan narsalarni Uyg'ur dedi-da. Mendek bir oddiy kallasi bor, uyda o'tirgan odam o'tirib, bu Uyg'ur emas dedik. Buning isbotini hozir anglaysizlar qarindoshlar. Bunun ispatını alasızlar. Tili Özbek tilde. Bunu naydı kıska bununki kesip bağın bay degende anlap baksanlar oldu. Ondaki ben düşüncemini vermem. Ma Muzdağ'ınki sözüge, ben bu Bozdağ'ın sözüge ötken ki 16. sıraladık söktümde radiyalarının hemesini berip boğan. Yani tekrarlaşına acıt yok. Çünkü manın karta cevap ne? Ma Özbekistan'ınki, nime Amerika'nınki Uygur avaz, nime Özbek Amerik avazının Özbek tildagi programımızda chiqqanligi uchun bu Zebullah Mujahidning, yani Talibanlarning bayonotini ziyorat qilish jarayonining o'zida elingan bo'lgandan keyin maxsus Uyg'urlar to'g'ri so'ralgan savolda berilgan bu naq maydonlik narsa bo'lgandan keyin buni men ko'pchilikka
tushuntirib o'tamiz. Bu nimaga javob bo'ldi desa, ma buzdoq deydigan ma malullarning Xitoyning advokatlarining yolg'onchilikqa tipik isbot bo'ldi. Shuning uchun men har ikkisini qo'yib o'tirib, eng oxirida o'zimning tushunchamni deyman. Xitoy nima dedi sizlar? Qunduzda o'zini portlatgan odam Uyg'ur edi. Xitoy sizga xavotirlarini bildirdimi? Hujumdan keyin Xitoy nima dedi sizlarga? Biz bu masalada hech bir mamlakat bilan gaplashmadik. Daesh jangchilarining barchasi afg'onlar. Orasida chet elliklar yo'q. Qunduzda o'zini portlatgan odam Uyg'ur edi. Xitoy sizga xavotirlarini bildirdimi? Hujumdan keyin Xitoy nima dedi sizlarga? Biz bu masalada hech bir mamlakat bilan gaplashmadik. Daesh jangchilarining barchasi afg'onlar. Orasida chet elliklar yo'q. Qunduzda o'zini portlatgan odam Qarindoshlar, Xitoy sizga xavotirlarini bildirdi. Hujumdan keyin Xitoy nima dedi? mana shundoq ahvol shundoq. Bu yerda ma'u Amerika ovozining o'zbek til programmasidagi muxbir bu yerda Zabullah Mujohidin deydi. Qunduzdagi o'zini qo'shilib partishdagi Uyg'ur edi. Andaqda bu yerda Xitoy tarafdan sizlarga o'tirib ma'lum bir fikrlarda bo'ldimi degan vaqtida ma Zabullah Mujohid deydi. Biz hech qanday bir davlat bilan bu to'g'rida aloqa qilmadik, paranglashmadik. Chunki bu o'zini qo'shib partishda Qunduzdagi bu Hazarlarning partishini qilgan bu Uyg'urlar emas. Daesh jangchilarining hammasi afg'onlar deb bundoq deydi qarindoshlar. Ham bu mushu Zabullah Mujohidin bu Uyg'urlar to'g'riliq so'ralgan bu savol, ya'ni iqtisod to'g'riliq bir 10 necha minutlik o'tirib bu yerda bir so'ralgan savolning ichida Uyg'urlar to'g'riliq so'ralgan savolni biz kesib olib, ko'pchilikka tanishtirdik chunki paketlikga. Bunga ishonmasanglar, mening Facebook'imda turdi, ashliq tafsiliy jarayonlarni anglab baqsanglar, andin biladi. Mening unda o'tirib bir narsani kesib ulab taqib, yemlab anda qildigan mening odatim yo'q. Rastni rost deyman, yolg'onni yolg'on deyman. Mandaq masalalarni tipik holda rostlik bilan o'tirib qo'yib qo'ymasa, qarindoshlar, bizning ustimizdami davlat qarab o'tirdi. Davlat qarab o'tirdi, bizmi davlatga ishlaymiz. Bular o'tirib har qanday vaqt deganda biz o'zimizning narsalarni biz paketlik asosida o'tirib qo'ymasak bo'lmaydi. Bu yerda biz hech qachon bir o'tirib, masalan, Turkiya hukumatiga, Turkiya xalqiga hech qanday bir tuhmat xarakterli ishni qilmadik qarindoshlar. Bu Uyg'ur xalqininki bizning bir milliy huquqimiz. Bizdek bir Xitoyning erkiy qirg'inchilik ostida qirilayotgan, tugayotgan bir millatga bu buzdoq o'xshash bundaq insonlar advokat qilib bundaq tuhmatlarni qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Bu tuhmat. Mana bu yerda chiqding. Isboti bo'lsa, mushuni o'tirib qoyil qilaman desa, Zabullah Mujohidga telefon qilsa bo'ladi. Buzdoq degan munofiq inson, munofiq jonivor. Mening millatimga tuhmat qilgandan shunday deb bu jonivor o'tirib Zabullah Mujohidga telefon qilib, anda bo'lgan bo'lsa, sen nima ish shunday deb shundan so'rasa bo'ladi. Avvaldan qaraganda mush dunyoda men shunday o'ylayman qarindoshlar ba'zanda. Yana shu boy odamdan kambag'al yaxshi degan narsani mening dadam shunday chiq deb birdi. Bu Turkiya degan xalqmi, Suriyalikni setibmi, bu hozir Oq partiya hukumatiga samirib ketmidi? Uyg'urlarni setibmi, yana bir samirib ketmidi? Mushu Talibanlar qarab yiqinglar, Talibanlarning bayonotchisiga nayt Xitoy telefon qilib, Uyg'ur deb bergin. Ashini. Uyg'ur degina, men senga manchilik pul beray deb o'tirib degan bo'lishi mumkin. Uyg'urda degan bo'lishi mumkin. Men shunday o'ylayman, degan bo'lishi mumkin. Sen o'tirib ben $1 trillion bu degan iqtisodiy ahvoli nurg'un narsalar nachar. Degan bo'lishi mumkin Xitoylar. Uyg'ur deb bergin. Uyg'ur desang o'tirib ma pulni berayli degan bo'lishi mumkin. Ammo ma insonlarda bir haqiqiy bir vijdon, haqiqiy bir iymon, haqiqiy bir idrokning borligini ko'rsatadi qarindoshlar mayda. Ya'ni yolg'on gap qilmayotdi. O'ylab beqinglar. Qarindoshlar. Ya'ni shunda deb qolamiz o'tirib, yana ashidaq bozdoq o'xshash haraq kashildan, mana shunday Talibanlar o'xshashlar, ya'ni yaxshi o'xshaydi, iymon, axloq jihatdan qanchalik yaxshi ekanligini biz bu yerda ko'ryapmiz. Ko'rdik. Ma rost so'zga asosan deyotgan gap bu. Sizlarchi Xitoylar demasmi?
Xitaylar demasmi, şuna oturup manştırlığın, manşlik pulunu bereyler, depbegin demasmi? Deyse oturup, bula oturup, Uyghur deyse, Xitaylar bundaq paketini tepip alğan çağdı ço, onu. Avrupa, Afrika, Arap, Türk söylep жүрüp oturup altığı taşlaydı. Gördün mü? Uyghur degen terörist haq bu. Mana Talibanlar özü de oturdu, özünün ziminde turvatkan bolsa, mağıtı da oturup, kengayt oturup, şunda gaplarını deydi qeyrindaşlar. Şunun için ben özümüzden atalmış Türkiye degen oturtup muşundaq münafıqlarga, Xitay advokatlarga, advokatlıqqa insanlar için ben men seni qoşup koyma ahırga oturup. Yani bazı insanlar deydi bu yerde. Sen otursa bozdaq oturup bu yerde Uygurca gap qilsam, Uygurca qilsa bozdaq hech qanday narsani tushunmaydi deb shunda deydi. Dünya düşünüdü, dünya bilidi. Bizraq numus qildi ekanmiz desek hozir daverimiz. Bozdaq efendim, beni anla. Uygurlar bir günler gelidu, bir günler gelecek ki seni oturtup Uygurlar sikecek desek daverimiz. Uygurlar sizlerini sikmek sorun desek daverimiz. Bu kadar diyeleymiz biz mi? Çünkü bizni terörist degendik keyin oturtup bozdaq efendim. Uygurlar sizni sikmek zorunda kalacaktır desek daverimiz. Biz mi Türkçini hali yaxshi bilimiz ama demaymiz bunu. Numus qilamiz. Qeyrindaşkan deb o'ylaymiz. Özüңнің qeyrindishiga mushundaq o'tirib tuhmat qilsang, terörist deysan, buni o'tirib Xitoyning olqiniga tashlab beramiz desang, biz nima desak bo'ldi endi buningga? Buning advokatlik qilganlarga nima desak bo'ldi qeyrindoshlar? Şuna qeyrindoshlarimiz, bu jihatlarda sizlarning ko'nglingiz rahat olsun, milletimizning qalbi ko'ngli rahat olsun qeyrindoshlar. O Afg'onistonda u yerda epaga ishlarniki mana Zabullah Mujohid o'zi dedi. Zabullah Mujohid o'zi dedi, Uyg'ur emas, ular Afg'onlar dedi, ish bitdi, tugidi. Xitoyning undaq o'yinlari oqmaydi qeyrindoshlar. Bu bo'zdog'ining o'yinlari oqmaydi. Qeyrindoshlar, bundaq ishlar kelgan vaqtning o'zida sagak bo'lishimiz kerak qeyrindoshlar. Chunki bu millatimizning taqdiri bilan munosabatlik, o'zining davoyimiz bilan munosabatlik, kelgusimiz bilan munosabatlik qeyrindoshlar. Biz üstümüzden terörist degan qalpaqni to'liq ep tashlab o'tamidik, asosan degidek tashlab bo'ldik qeyrindoshlar. Lekin ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Men mushiyat kelgan vaqtning o'zida men Qozog'istonlik qeyrindoshlarimizni tabriklayman, men maqtayman bu yerda degan vaqtning o'zida. Bilamsizlar qeyrindoshlar. Men ayni vaqtda O'rta Osiyoda 15 yil avval O'rta Osiyo degan chaqda heliqi bir qalayimqanchiqlar bo'lib, ash bir uyda 3-4 o'xshash shu Uyg'urlar dedi, ashlar uyda yotgan vaqtning o'zida saqchilarni qo'rshib olgan. Bizni xabarda ko'rgandik. Kelib, kichik birovni bilan ash Uyg'urlar etishgan, uylarni ko'ydirib o'ltirib atgan ashlarni. Saqchilar bilan etishgan bo'ldi. Bu yer ikki saqchini o'ltirib etibdi dedi. Uyg'urlar qilib etibdi dedi. Bu cho'ng ishlar bo'ldi. Qozog'istonda ayni vaqtida qeyrindoshlar. Boğa vaqtning o'zida shu bir o'yin ichidagi 4 bola. Biz ham buni işte xabardan anglaymiz. 4'ini o'ltirib Uyg'ur deymiz bizmi? Shunda bir etishlar orqali birovnikilar o'ltiribdi dedi, xabarlarni ko'rsatdi. Hamma narsani ko'rsatib o'ltirib, shu vaqtida Qozog'istonniki shu davlatningki tashqi ishlar bayonotchisi, masalan, davlatningki so'zlig'ichisi hozirgi prezident Qosim-Jomart To'qayevdi. Mening bilishimcha shunda shu kishi chiqib ayni vaqtning o'zida Uyg'urlar qildi, Uyg'urlar terrorist degan gaplarni degashga Qozog'istondagi bizning Uyg'urlarimiz shu hamon o'ltirib, televizorga chiqib, turkcha aytgan chaqda bosim to'plantisi deydi, naq maydonga chiqib o'ltirib, o'zining noroziligini bildirgan shu vaqtida. Banditlar har millatda bor, o'risda bo'lgan, qozoqda bo'lgan, har millatda bo'lgan, sen bunday gaplarni dema degan vaqtning o'zida Uyg'urlar o'tirib keskin o'zining noroziligini shu vaqtda bildirgan vaqtning o'zida, shu vaqtda mening bilishimcha shu Qosim-Jomart To'qayev va yoki boshqasi Xatoy Qasqalivason shu Qozog'istondagi hokimiyatning so'zlig'ichisi shu kishi chiqib o'zining kechirim so'rig'ini ayin yuz bilan anglagan. Ayin yuz bilan biz angladik shuni. Bu Türk'ten so'rab baqsangiz, Turkiyaning hokimiyatidan so'rab baqsangiz, qozoqlarni yaratmaydi vaqt kelib qolsa. Bu Reynada bo'lgan vaqtning o'zida Uyg'ur deb turib chiqdi, buni noroziliklar ostida kechirim so'roq, hech qanday bir narsa yo'q, yo'qotdi. Endi buni o'xshash buzda o'xshash bu jonivor, bu hayvon chiqib o'tirib, endi yana o'tirib, bu dunyoning bir yerda Afg'onistonda bo'lgan ishlarni qilib o'tiribsan, bu Uyg'ur qildi buni. Desa sizlarning vijdoningizga tegmadimi? Qeyrindoshlar.
Bu töhmet qo, bu ahanet qo, bu xiyonet qo bu millet qilgan. Biz buni qarta o'tirib, isboting bormi? Raynadikisi Uyg'ur emas, O'zbek, Gaziantepdagi O'zbekning Turkiya, bu Afg'onistonga borgan Uyg'ur emas desak, bizning beshimizga shillimizga minib olmanglar, atalmış kishilar. Bozqasi vicdaninglar, axloqinglar bo'lsa, bizga o'xshash savol qo'yinglar. Buzdaq nimdigining u? Isboting bormi? Isbotingni tashladinglar. Mana, endi isbot chiqdi-ku. Bu Amerika ovozning o'zbek tilidagi programmasida Zabullah Mujohid o'z dedi-ku. So'rasi dedi-ku. Ada o'tirib bo'ldi, Uyg'ur emas deb o'tirib dedi, Afg'on dedi-ku. Anda biz nima deymiz buzdaq degan insonni? Men deymanki bu insonlar o'tirib bir kun o'tirib bu buzdaq degan insonlarni Uyg'urlar sikmak so'rinda qoladi. Anladinglarmi qarindoshlar? Voy yovuz, ishlar hayvonsiz. Ben oturup Türkçe'ye obdan düşünme oturup, ben oturup ben Raurus düşünme Türkçe'ne her gün oldum 2014 yıldan tatip 2009'a 2011'den tatip günde oturup 2 saatin ögünüp yürüp şunda bu mükemmel derece düşündüm buna oturup düşüne alayım aydı yaxşı. Endi biz daim oturup %100 praktik qilmagandan bu gaplarni oturup grammatikalik joy-joyiga oturup desak biraz ta'sirroq to'xtaydi. Ammo buni nisbatan u tushunishda, gap qilishda jiqmas emas. Qarindoshlar jiddiy o'tirib bu yerda endi doim biz ishlatmagan til bo'lgandan keyin yana bir ayrim millatning tili qo'yandi og'zimizga kelganini dedik, qog'ini o'tirib, o'ylanib o'tirib, kitoblarni yezib o'tirib, chiroyli gap qilsak deyaveramiz. Davatda nurg'ullar shuning uchun deb qo'ydik. Turk tilida demasang tushunmaydi dedi. Biznikilar o'xshash deydigan gap, bu deydigan gapni deb qo'ydim. Xolis ingliz tilida deb beramiz. Deb qo'ysanglar bo'ldi, yetkazib qo'yinglar shular. Buni ma'nimiz ingliz tilida deb beramiz. I want to fuck you deb qo'yamiz. Vaqt kelib qolsa o'tirib, o'ris tilini tushundikan deb qo'yinglar. O turk tilini tushunmasa, o'ris tilidan bo'lsa deymiz. Idin naxoy pidaraz degan gaplarni nima deya olamiz? O qizliga, masalan, bo'zdoq degan bu hayvonlarga Uyg'urni terrorist deganligi. Norveççe deya olamiz. Yeterki qarindoshlar, bu gaplarni men bugun qo'pol deyishimdagi sababim nima desa, Uyg'urni terrorist degan insonlarga advokatlik qilishga bo'lmaydi. Uyg'urni terrorist degan insonlarga advokatlik qilishga bo'lmaydi. Terrorist Xitoy va Xitoy hokimiyati. Necha million inson jazo lagerida butun dunyo shunday deyotdi. Bu bo'zdoq degan iflos o'tirib, eng avval jazo lagerining nimaligini o'rgansin. Uyg'urlar terrorist bu, terrorist emasmi? Buni oltirib yaxshilab Uyg'urning daftarini ochib baqsin. Buning uchun ishib o'tirib, bu millatning ichida bunday ishlar chiqib qoldigan bo'g'iti deb o'tirib, bunday so'zlasa, biz bunga qarshi buning nisbatan jiq fikrimiz yo'q. Bu Eskishtondan podoq chiqqanda qopopla o'tirib, buni Uyg'ur baland po'kini desang, ko'tak qasqinini o'tirib, anamizga Xitoy demaynim deymiz endi. Voy yo, buni urib, pidaraz Xitoy. Ashunda qilaylik qarindoshlar, bugun to'g'ri tushuninglar. To'g'ri tushuninglar qarindoshlar. Men taqatqi so'zladim, so'zligicha gaplarning, sesli gaplarning hammasini qildim. Hayotimda tunji qator mediada o'tirib deyishim, chunki men ichimga sig'madim qarindoshlar. Ichimga sig'madim. Men ichimga sig'madim. Bizning o'tirib urug' tuqqan ota-onalarimiz nada? Menga o'xshash qanchalik insonlar o'tirib turib bugun mushu terrorizmning qurboni bo'lyotdi. Qancha million Uyg'ur o'ldi, tugidi, biz buni bilmaymiz. Mening ota-onam urug' tuqqandan tam hech kim qadar aloqam yo'q. Yedimi, o'ldidim bilmayman. Qanchalik insonlar Turkiyada ko'chada yig'layotdi. Endi qo'pib o'tirib bu solanchi ko't qo'yib o'tiriblar. Endi buni Uyg'urlar qildi desa, atigun o'tirib buning qarshi yeni yaxshi siyosatni tuzalaydi buni o'xshash pedarazlar. Voy yo, bana o'rata so'kinsin. Va ishning vallari. Bir gün gelecek, Uygurlar siz gibi insanların Çin köpeklerini sikecektir. Benim deydiğim gibi olmuş şu. Bir gün gelecek. Ben çok inanıyorum, bir gün gelecek. Uygurlar siz gibi, bozdağ gibi Çin köpeklerini sikecektir. Anladınız mı? Qarindoshlar, ben çekildim. Boldan da olgan bo'lsa, qarindoshlar, chechilsa o'tirib turganim taqat qilganim o'tirib og'zimni ochmay o'tirib. Men gapni o'tirib yeni chiqib ketadi bu qo'pol gaplar.
Onungacha men eg'izimni besiqtirib olay, qarindoshlar. Ammo ko'nglingizni rahat tutinglar. Ash Amerika ovozining degini to'g'ri, Zebullah Mujohidning degini to'g'ri. Uyg'ur terrorist emas. Afg'onistonda chiqqan vaqani Uyg'ur qilmadi. Xulosa tamam qarindoshlar. Xo'sh, ko'rishga omon bo'laylik. Taqat so'zladim. Meni to'g'ri tushuninglar qarindoshlar. Xo'sh.